Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Күзәткүчеләрнең мөлчәргә караганда BDT кишлек хукук Али комиссарлык ишханасының Шарq Түркстанның кишлек хукук вазiyat хакыдагы умумий докладының мушы bir qancha kun ichida e'lon qilinish ehtimolligi nihoyat yuqori ekan. Dünya Uyghur Qurultayı Mərkəzi İşxanasının stansiyamızga bildirişçə, doklad e'lon qilingan hamon Dünya Uyghur Qurultayı, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Uyg'ur Akademiyasi, Sharq Turkiston Ulamolar Birligi qatorliq chet ellardagi 60 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti birlashma imzoliq bayonot e'lon qilib, o'zlarining mazkur dokladga bo'lgan pozitsiyasini bildirish uchun jiddiy tayyorlik ilib bormoqda. Siyosiy analizchilarning qarashicha, BDTning mazkur dokladi aslo Xitoyga foydali bir doklad emas. Chunki BDT kishilik huquq oliy komissarligining vazifasi Xitoyni oqlash emas, balki kishilik huquq jihati Sharq Turkistonda saqlanayotgan masalalarni aniqlab chiqishdan iborat. Ularning qarashicha Xitoyning mazkur dokladdan to'liq xabari bor. Chunki BDTning qoidasi bo'yicha doklad oldi bilan aloqador davlat bo'lgan Xitoy tarafining qarab chiqishiga sunildi. Xitoy taraf dokladning o'ziga to'limi foydasiz ekanligini ko'rib yetib, avval dokladning e'lon qilinishini to'sishga, orqadan dokladning e'lon qilinishini kechiktirishga urindi va bu jihatda belgilik darajada maqsadiga yetdi. Xitoyning mazkur dokladning qaysi kuni e'lon qilinganligidan oldin xabari bor. Navbatda Xitoy hukumatining atalmış ommaviy tashkilotlar va atalmış har millat xalqini safarbarlikka keltirib BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bacheletga maktub yo'llash, bir qism islom ellarining diplomatlarini Sharq Turkistonda ziyorat qildirish harakatini qo'zg'ashidagi asosiy maqsad bo'lsa, BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladni inkor qilish va dokladda o'rin olgan faktlarni yolg'onga chiqarishdan iborat. Ma'lum bo'lgandek, oldin qayning oxirlari Xitoyning atalmış 923 ommaviy tashkilot birlashma ochiq xat e'lon qilib, Michelle Bacheletni Uyg'urlar haqidagi dokladni e'lon qilmaslikka chaqirgan hamda Uyg'urlar to'g'risidagi bu dokladni saxta va Xitoyga qarshi kuchlarning yolg'on guvohliklari bilan to'lgan deb ayblagan edi. Xitoyning texi e'lon qilinmagan dokladga qarshi hujum boshlashimi mazkur dokladning Xitoy uchun intayin foydasiz bir doklad ekanligini ko'rsatib turmoqda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va Uyg'ur tashkilotlari mazkur dokladning e'lon qilinishini taqozolik bilan kutmoqda. Amerikada Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni ijro qilingandan buyon Xitoyning Amerikaga eksport qilgan quyosh energiyasi taxtasi Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetishlik deb tutib qilingan. Amerika prezidenti Joe Biden o'tgan yil 12 oyda imzo qo'ygan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni bu yil 21 iyundan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlangan edi. Mazkur qonunga asosan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilib, Amerikaga import qilingan har qanday mahsulotning Uyg'ur majburiy emgiki bilan chetishlik yo'qligi qoyil qilarlik dalillar bilan isbotlanmaguncha Amerika bozoriga kirish cheklandi. Wall Street jurnalining xabar qilishicha, o'tgan bir necha haftada Amerika tamojnisi Xitoyning quyosh energiyasi taxtasi ta'minlaydigan bir necha shirkatining mahsulotini tutib qolgan yoki Xitoyga qaytarib etgan. Xitoy shirkatlari bu mahsulotlarning majburiy emgak bilan chetishlik emasligini isbotlab bera olmagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy zavodlari ishlab chiqarayotgan quyosh energiyasi taxtasining eng muhim materiali bo'lgan kristallik kirmini butun dunyo bozorining 41% ni egallaydi ekan. Amerikaning mol olg'uvchilari bilan Xitoyning mol ta'minlovchilari bir necha oydan beri yangi qoida chiqarishga tayyorlik ko'rgan va bu mollarda hech qanday masala yo'qligiga isbot chiqarib bergan. Ammo tamojna xodimlari bu quyosh energiyasi taxtasiga ishlatilgan moddalarning Sharq Turkistonning qezilmaganligini isbotlab berishni talab qilgan. Shirkat bilan tamojna orasidagi bu talash tortish davomlashayotgan bo'lib, nurg'un mollar iskilotda oylarcha besilib yotmoqda ekan. Uyg'urlarning ona tili va yoziqining tamoman cheklanib, Uyg'ur milliy ma'rifining butunlay vayronchilik uchirtilganligi butun dunyoga ma'lum bo'layotgan bugungi kunda Xitoy hukumatining yana atalmış Uyg'ur avtonom rayonida tiliziq xizmat yig'ini chaqirib, oz sonli millatlarning tiliziq qo'g'dilyotidi deb bildirilishi kuzatuvchilarning qattiq masxarasiga uchirdi. Tangirtoq to'g'rida e'lon qilingan bu vaqtdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, yaqinda ichilgan atalmış tiliziq xizmat yig'inida davlat tiliziqini umumlashtirish, Junxo millati o'rtaq ingini kuchaytirish bilan bir vaqtda yana Uyg'ur avtonom rayonida oz sonli millatlar tiliziqining qo'g'dilayotganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, 2000-yillarning 5-ida Sharq Turkistonda yo'lga qo'yilgan qo'shtilliq ma'rif nomidagi Uyg'ur ma'rifini tadrijiy xitoylashtirish siyosati 2017-yildan boshlab davlat til o'qitishni umumlashtirish nomida butunlay xitoylashtirilgan. 2016 yılı 8. ayının ahiri atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Ma'rif Nazarati bu vaqtda rasmiy yozma uqtirish e'lon qilib, 2017 yildan boshlab Sharq Turkistonda Uyg'ur tili ma'rif butunlay amaldan qoldirilib, Xitoy tili o'qitishi, davlat tili o'qitishi nomida yeslilardan tortib boshlang'ich o'rta maktablargacha umumlashtirilishga boshlagan.
Halbuki 2017-yildan 2022-yilga qadar bo'lgan 5 yil ichida atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq ma'rif nazoratining sobiq noziri Sattar Sauddan tortib, Uyg'urcha darslik tuzish gruppasidagi Yalqin Ro'z qatorliq zo'r bir turkum Uyg'ur ziyolilari va universitetlardagi Uyg'ur til adabiyoti kasbidagi o'qituvchilar milliy bo'lginchilik huquqratquli qilish degandek bo'htonlar bilan tutqun qilinib lagerlarga akitilgan, ba'zilariga og'ir qamoq jazolari berilgan edi. Xitoy hukumatining mana shundoq bir mezgilda til yoziq xizmati yig'inini ichishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Ularning ilgari surishicha, xalqaroda Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik qattiq ayblanayotgan bir vaziyatda Xitoy hukumatining yana qilchi ar-nomus qilmasdan Sharq Turkistonda oz sonliq millatlarning til yoziqini qo'g'dayotganligini bozorga selishi kishini haqiqatan g'azabga soladi. Yaqında Xitoy taratqularida keng tarqalgan bir xabarga asoslanganda, Xitoyning Shandong va Henan o'lkasida Langya Henipa virus nomli yangi bir virus bilan yuqumlangan 35 odam bayqalgan. Xabarda aytilishicha, Langya Henipa virusi nomli bu virus Nipah virus qatorliq bir necha viruslarni o'z ichiga oldi ekan. Nipah virusining jon elish xatiri 75% bo'lib, hozirgi tojsimon virusdan nechasi kuchli ekan. Bu virus eng dastlabda Malayziyadagi cho'chqa boqchi dehqonlarda ko'rilgan bo'lib, keyin Filippin, Bangladesh, Hindiston qatorliq davlatlarga yamarab nurg'un odam o'lgan. Dunyo Səhiyyə Təşkilatı 2018-yili Nipah virusini dunyodagi eng xatarli yuqumlarning biri deb bekitgan. Bu virus bilan yuqumlanuvchilarning yoshurun mezgili 4 kundan 14 kungacha bo'ldi ekan. Dastlabda yuqumliq zukamga o'xshash qizish, bosh og'rish, gala og'rish, qusish alomatlari ko'rildi ekan. Eg'ir bo'lganlarida ming yollig'i va tutqoqlik paydo bo'ldi ekan. Ko'pincha yuqumdorlar 3 kundan 14 kungacha o'lib ketdi ekan. Shandong bilan Xananda bayqalgan 35 yuqumdarda tekshirilgan Langya Henipa virusi garchi Nipah virusdek kuchli bo'lmasa-mu, ammo bir turdagi viruslardan bo'lib, cho'chqa, it va mushuklarmi bu virusni ilib yuralaydi ekan va odamlarga yuqtira oladi ekan. Yuqorqi 35 yuqumdor ichida 26 odamning ahvoli og'ir bo'lsa-mu, hozirgacha birasining o'lganligi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Navbatda Sharq Turkistonda yangi tipdagi tojsimon virus yuqumdorlari ko'payayotgan bo'lib, Ili oblastida yamirgan virusni Gansudan kelgan Xitoylarning yuqtirgan Erkin Asiya radiosi tarafidan dalillangan bo'lsa-mu, ammo atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq Səhiyyə saqliqni saqlash komitetining muavin mudiri Suyyan 8 avgust kuni o'tkazilgan Shinjongdagi yuqumni kontrol qilish axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, Sharq Turkistonda tarqalayotgan yangi tipdagi tojsimon virusning Xitoydagi tojsimon virusdan farqlanganligini, uning chet eldan kirganligining dastlabki qadamda muqimlashganligini bildirgan edi. Shandong bilan Xananda bayqalgan bu yangi virusning boshqa viruslarga o'xshashla Sharq Turkistonga yamarash ehtimolining borligi hozir endish qo'zg'ayotgan masalalarning biri bo'lib turmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.